Assalomu alaykum hammaga. Biz birodarimiz biz Moskvadamiz, tizzasi og'rib ketdi. Tizzasi g'alati bo'lib, anchagina bir yomon shishib ketibdi ko'rinishidan. Bunisini bir ko'taringlar, bir solishtirish uchun. Yoshing nechida? 23. Bir g'alati bo'lib shishib ketibdi tizzasi. Nima bo'lgan tizzasiga aytib bering? Qachon bo'ldi? Kecha avtdan keyin bo'ldi. Futbol o'ynadi, bir g'ach tepdi. Ichkariga qarab ketib qoldi. Qatdan tepdi? Bu yoqdan tepdi, bu yoqqa ketib qoldi. Ichkariga qarab tizza qayrilib ketib qoldi. Nima eshitdingiz? Qirsillab ketdimi? Nima bo'ldi? Qirsillamadi. Bir chiqdi, yana ichkariga kirdim, bilmadim lekin. Ha, o'zingizga shunaqa tuyuldi. Bir suyak bir chiqib, bir kirgandaqa bo'lib tuyuldi o'zingizga. Ha, hozir oyog'ingizni siz bosib keldingizmi yo yurolmay keldingizmi? Bosib kelolmadim. Ha, oyog'ingiz yurolmasdan Turib bosib bo'lsa? yo'q, bosolmadi-da, hozir ko'chada ham keldi. o'rtaga olib keldi-da buni. Bismillah, qara. Ketib qolganda qirt deb qayrilib ketadi. Keyin hozir bosmoqchi bo'lganingda go'yoki mana bu tizzang ichkariga qochayotganini sezyapsan-ku. O'sha sezganing rost ekan, sezganing rost. Odam o'zi sezadi organizmda. Nasıl hozir bossang, bosolmay qiynalib turibsan-a? Hozir solamiz, keyin ko'rasan. Chiqqanda belgisi mana yering ishadi, mana yer. Matizaning ko'zi bor-ku, ko'zini tepasi mana yer ishadi. Seniki ham ishibdi, mana qara, qattiq bo'lib turibdi. Shoq ko'rding? Katta shishib ketgan. Qattiq ishib ketdi, to'g'rimi? Keyin mana bu joyim qotib boshlaydi. Buni ushlagin, buni ushlagin. Bu qattiqmi? Bu qattiq. Dam solib qo'ygan o'xshab tirsillab turadi. Mana bu yeri qattiq turib, mana yeri ishganlardan mana yerdan chiqqan bo'ladi. Bismillah. Bo'sh qo'y, xotirib olding, qo'rqqaningni. Bo'sh qo'y. Bo'sh qo'y. Ketdik. Bo'shat oyog'ingni, bo'sh qo'y. Bo'sh qo'yib yotavering, faqat og'riydi xolos. Qarasang qo'layver, nima qilsang qil. Mana men oyog'imni qo'ydim, sekin kuchaytirib boraman, bosib. Qotirma, qotirma. Bo'lmaydi. Bo'lmaydi o'tirishing. Bo'lmaydi. Yot. Chidolmayman. Ya, chidaysan. Senga sog'liq kerak-ku, shuning uchun chidaysan. Mana bosamiz. Baqirib yotavering, chizamaydi. Ay deb Oyog'ini qo'yib, bo'shat. bo'sh Mana qiling. bo'shat. Mana uni bo'sh qil mana. Bo'sh qilsangiz orasi ochiladi suyagi. Bo'sh qiling. Bo'sh qiling. Bo'sh qiling. Ketdik mana, yo Rabbim. Bo'sh qilingda, qattiq turibsiz. Bo'shat. Bo'sh Oyog'imni qiling. qotirib olding mana buni. Yana bo'shat, hop, hop. Ha, endi yerine. Bir to'xtang. Mana. Oldu. Oldu. Qattiq og'riyapti tizzangda ichi. Bitta yoqqa og'riydi. Keyin tizzangni ichi qizib ketsa aytasan, isib qizyapti deb. Qizidimi endi tizzangiz? Qizyapti. Endi qizyapti. Hozir 1-2 minut Qizishning sababini tushuntir. suyak joyiga kelsa qiziydi. Hozir 1-2 minut o'tgandan keyin yana ko'ramiz. Tekshirib ko'raychi. Unday qilma. Sekin qo'limda ko'raman endi. Bo'sh qilib yotaver. Tekshirib ko'raychi. Qimlama, bo'sh tur. Xotirma, ayağını xotirma. Shunday qilishtirsa ham og'riydi. Ayağını xotirib oldingda, unday qilma-da sen, unday qilma. Bo'sh qo'yib tur. Boshga. Ey, ayağını xotirma. Ana yerga qo'yib. Endichi qizib ketmadimi ichi? Ha, yumshaydi. Yumshab boshladi. Yangidan. Sen sezish boshlading yumshaganini, ya? Ha. Qo'lingda ushlab ko'r. Bunday qilib ushlab ko'r deydi. Ichi yumshadimi, ichi? Ha, mana yumshagan. Yumshagan. Bu yoq qattiq. O'sha yumshagan degan belgi suyak joyiga tushsa, mana ichida tomirlar bor. Shuni qisib turgan tomirni qo'yib yuborgan bo'ladi-da, keyin bu yumshab boshlaydi. Bu degani haliga tizzam chiqibdi, tizzamni soldirdim degan gap o'sha bo'ladi. Belgisi shu tushganni.
Endi mana yoqda qattiqroq bo'lib, bu yog'i yumshoq bo'lsa, endi bu yeringdagi nimadan ko'rishimiz kerak. Bu yog'i ham yumshasa, demak, bu yog'idan ham o'sha chiqib turgan joyi, o'sha tomirini nima qisib turgan narsasi qo'yib yuboradi. Mana ichida tomirlar bor. Qator. O'shani birontasini bo'lsa, birontasini qisib qo'ygan bo'ladi. Bo'yicha men tomonini bo'sh qilib turadi. Nari tomon bo'sh qildingmi? Nima qilib tur. Qotilmaydi-ku. Mana. Sen ko'rding? Men bosh barmog'imni botirib, bunday qilib, qo'yib. Qotilma. Qo'y mana yoqda. Qo'y bo'pti. O'z holiga qo'y. Ketdik. Qotirib olding, bo'shat. Ketdik. Shunday tur. Yana qotirding. Tabii, bo'shat. Ketdik. Ana shunday. Ana shunday qil. Yugurma lekin. Spokojno qil. Yugurma. Ko'rding? Tirs etib ochildi ichi. Endi orqaga yurib tur. Nazar qil. Faqat bo'ldimi? Tirs etib yo'q. Endi oldinga. Kino varning odamda oyog'im qattiq qolib, qochmay qoldimi bu yerga? Qochyapti deganing kamaydimi? Kamaydi, bog'iga bog'liq. O'sha kamaydimi? Lekin E'tibor berib aytdi. Kamaydi deb men ko'nglim uchun ne deyotgan bo'lma. Kamaysa kamaydi deb. yursa bo'ladigan bo'lib qoldi. Boya unaqa yurish qattiq edi, to'g'rimi? Qo'ysa oyog'ida og'riq bor edi, o'z yuring. Qo'li ikki. Yana boshlang. Yana Ayog'ini bo'sh. bir harakat qilamiz. Mana bo'shadi. Mana bo'shayapti. Mana bo'shadi endi. Mana. Tushundingmi? Yugurma lekin. Yugurma. Spokojno qilaver. Bir maromda qilib turavering. Bir maromda. O'sha qotirib olding. Mana ko'rding? Ochilsa tirs etyapti. Mana eshitdingmi? Yana tirsilladi. Shunday tomonni qiladi. Davay. Ketdik. Yugurma. Bir maromda qilib turavering. Bo'shat. Bo'sh, mana ochiladi hozir. Mana ochilmoqchi. Ochilmoqchi bo'lgan paytda og'rib ketyapti, qo'rqib ketyapsan. O'shani qotib ketdi. Sen yugurma. Spokojno qil. Yugurma. Davay. Chopda, qayerga yugurasan? Bir maromda. Bir joyda. Ket. Ko'tar ayog'ini. Ko'tar, deb ko'tar. Davay. Ko'tar. Ana shunday. Ko'rding? Qanday ochildi mana. Endi tushunding a? Kirt deb ochilyapti ichi. Ko'rdingmi? Tars etdi. Chapka. Mana, chirs etdi. Tushunding a? Mana chirs etyapti mana. U degani ichidagi, mana ko'rding? Tomirlari ochilib. Maza qilasan. Gavdangni bemalol ko'taryapti. Ko'taryapti. Sakramang unaqa, sakrab ko'rmang. Yuring faqat. O'zingizni mahkam olib yuring. Bemalol orqaga oldinga ko'tarib yuradigan bo'ldi-a? Bu degani suyak joyida degani. Suyak joyida emas bo'lsa, boya kelgan ahvolingiz. Ko'rdingizki, oyog'ingiz umuman bosa olmadi, sherigingiz olib keldi sizni. Mana hozir o'zingiz yuribsiz. Bu tushdi degani. O'zimizdan qilinadigan ishimiz siniqchilikka tegishli bo'lgan ish. Suyagingizni joyiga soldik. Mana yurib o'zingizga nima qilib ko'rsatdik. Endi siz meniskangiz nima qilgan? Yirtilgan. Unisi endi bitish kerak. Uni endi u o'zingizning bo'yningizda. O tomonlarni doktorlar tushunadi. Yirtilgan, uzilganda. Shu bilan bugungi videorolikimizni tugatsak bo'ladi. Hech kim kasal bo'lmasin.